6 kunlik bo'ldi, 18 litr oxiriga tushayotgan, hoji aka. Voy jonivor akalar. 25 litr 30 litr dish yo'q akalar, ko'ringlarchi. Mana shu joyga kelibdi, mashalloh deb bitta lakni bosib o'tib ketinglar akalar. Mana shu joyga va shunday lakni bosinglar akalar. Bu turishini qarang oldi. Shohjahon. Dimlangan yo'q. Dimlangan yo'qmi? Yo'q, qarama haligi suti. Voy jonivor. Akalar molga yetib olib bering. Molni olgan odam 15 yil uydan chiqarmay boqadi aka. Akalar. Birkalar, qarang buni bollarlarni jonivor. Shoxlari ham kichkinagina ekan jonivor. Xo'p, buni 15 litr qani. Mana shu joylarga akalar lakni bosib, videoga patlisa qilinglar, boshqa videolarga. Jonivor, joning sog'ligi. Lakni bosib qo'llab-quvvatlab tursa, bundan ham zo'rlanib chiqaraveramiz aka. Lakni bosib tursa, Shohjahon, buni qarang aka. Jonivor, ammo kalla holatlari hamma yo'g'i yaxshi. So'zkalarni oralariga yetib olib bering buni. Katta kichikligiga mumkin. Tug'dirib olib, maza qilib sigir qilib sog' o'chaman deb yo'llab beraman aka. Xo'p, buni olgan, joning sog'ligi. Akalar, men turishiga yetib olib bering. Ikkinchi mol ustida. Ikkinchi molni ustida, qarang. Voh, jonivor. Bismillah. Assalomu alaykum, Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda sigir bo'g'oz ishqibozlari, sigirlarning gullaridan keldi akalar, ko'ylarchi. Bu sigirlarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Achazor ko'chasida har doimgidek Shohjahonlar xonadonidamiz akalar. Bunaqangi yetuy bo'g'ozlar hamda yangi tuqqan sut ko'plaridan Shohjahon olib kelib qo'yibdi. Xudo xolasa obunachilaringiz aka, 3 ta obunachingizni bugun molli qilaman deb ko'plaridan olib kelib qo'yibdi Shohjahon. Assalomu alaykum hoji aka. Alaykum assalom. Tuzimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan tuzimsiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Olib kelib oldingizmi ukaxon? Mollarni gullaridan. Chempionlari yetilib tug'di mana aka. Mol aka, haligimizni sherigi. o'tgan safargida haqiqiy sherigi ekan-a? Ali tug'da ali tayyor basti aka. Xudo xolasa mollar ishonchli. Kimga bersa ham yoqadigan. Xudo xolasa bugun ham o'sha qilib chiqaraveramiz. Xudo xolasa sog'ib ko'rsatib va uka. Hamma yo'q. O'tgan hafta qo'ygandan 5 ta sotdi aka. 3 ta qo'ydi, 5 ta sotdi aka. O'shanga qo'shib, 3 taga qo'shib 5 ta qildim-da. Samarqandga, Tebatga sotdi. Bo'ldi uka, molni e'tibor bering akalar. Xo'p, bularni aybi yo'q, sinovdan o'tgan. sinovdan o'tgan-a hali. Qo'rqmay olishaversin aka. Shohjahondan cho'chimay olinglar. Allaqabas aka, adresimiz tayin. Bo'ldi uka. Xudo xolasa bularni bitta, yetib, yetalab, oyoq qo'llarini ko'rib, jonivormi? Tutaga e'tibor bering. Molda aka originali. Molda originali, o'tgan safargiz bilan bir xil ekan jonivor. Xudo xolasa hoji aka 3-chi bolasi. Xo'p, bu 3-chi qorin. Tishlarni ham hozir ochib ko'rsatib beramiz. Qani? 3 qorin 6 kunlik bo'ldi, 18 litr oxiriga tushayotgan hoji aka. Voy jonivor akalar. 25 litr 30 litr dish yo'q akalar, ko'ringlarchi. Mana shu joyga kelibdi, mashalloh deb bitta lakni bosib o'tib ketinglar akalar. Mana shu joyga va shunday lakni bosinglar akalar. Bu turishini qarang moldi. Shohjahon uka, molda olma chempionni olib kelsiz ukaxon bu. Aytdim, xudo berdi aka. Chiqaramiz, chiqaveradi aka. Xudo xolasa mol tugamaydi sizlar buni mollar a? Tugamaydi. Qaynar buloq. Shohjahonda xudo xolasa chiqaveradi akalar. Mol kimga bersiz ham yoqadi aka. Ali, qanday tushuntirsam bo'ladi? Shohjahon video qilib chiqaryaptimi? Moli ishonchli mol, shuning uchun video qilib chiqaradi. Mol olmaymiz ham aka, kerak ham emas. Kerak ham emas o'zi. Tinchlik kerak deydi Shohjahon. Muqarang. Voy jonivor. Xo'p, Shohjahon buni necha litrga beraylik uka? O'zingiz paqirga tushib turganini aytsangiz. 18 ta, 17 ta. Xo'p. Endi biz siz bilanmiz aka, tutiga naq qilmaymiz aka. To'g'ri. Olishaversin aka. Avvalo yedirsa ichirsa. Sigirda akalar, qarab turing. Yesa, keyin sut qilib ba'dan ishlab beradi. 2 voq qo'yaga bu sut bermaydi mo. Ammo molda bunaqa qilib tagiga bormi? Zinash suti bor deydi aka. Dimlangan yo'q. Dimlangan yo'qmi? Yo'q, qarama haligi suti. Voy jonivor. Akalar, molga e'tibor bering. Molni olgan odam 15 yil uydan chiqarmay boqadi aka. Akalar, birkalar, qarang buni bollarlarni jonivor. Shoxlari ham kichkinagina ekan jonivor. Xo'p, buni 15 litrga beramiz. Shohjahon pulini uka zo'r qilib ayting uka. Pulini qochirib yuboraymi aka. Bitta naqating uka. So'ralmaydigan qilib qo'yingchi jon uka. O'tgan safaringizni ham ko'rdingizmi uka? Aka, bunaqada. To'xting, shu mashina o'tkazsin.
Shohjahon hali qana tushuntirsam bo'ladi. Yaqin qilib aytsangiz uka. Hali olyapti turgan odam ham sizdan chiroyli qilib so'raydi uka. Yaqin qilib kelishtirib beramiz. Mana o'tgan safarga o'xshatib bitta narx qo'ying. Shu sira sotib yuborasiz uka. Molingizni tavsiya qilaman bundan molda, bor-ku. Molda 55 million desam ham ko'taraveradi aka. Xo'p. O'zingiz mashina ichidasiz. Hozir aytib o'tib keting. Yo'q, molingiz zo'r. Zo'r. Men buni ta qarab turing-da, siz hozir bu narx aytishingizdan oldin men o'zim ham chamalab olaman uka. Shunga chiroyli qilib narxini aytsangiz, mashinani keltirgan. To'xtang, mana shu mashina o'tkazsin. Ayting Shohjahon aka, chiroyli qilib. Aka chiroyli qilib ayting. Chiroyli qilib ayting. Keling. Qani? 55 million emas, 50 million emas, 43 million kami bor. Muomalades 43 million so'm kami bor. O bu 45 lik sizda turadi. Men to'g'risi bor, 45 dan keladi turadi. 43 million xayri bor aka. 43 million so'm kami bor akalar. Dastlabkasi bor aka. Dastlabki Toshkentgacha. Bu chamcholar chiqib olsa 20 dan tevasida beradi. Hozir buni o'g'zi erigan ha o'zi. O'g'izdan eri bo'ldimi? Bugun 6-kun. Omali narx aytishni tindirib qo'ydingiz. Malades aka. Mana shunaqangi buni yaqin bo'g'ozini bermaydi, bor-ku. Yaqin bo'g'ozini bermaydi. Bo'g'ozini bermaydi, to'g'ri. Ammo tavsiya qilaman. Mana akalar, sizlarga arzon mol turganiga foyda qilaveradi. To'g'dirganiga foyda qiladi. Turganiga foyda qilaveradi. Bo'ldi ukaxon. Bayladik bo'lmasa bu jonivorni. Ha, joning sog' bo'lgur akalar. Mana bo'ldi, zo'ridan topdim akalar. Yurishlar yetib olib bering. Bakiga yetib olib bering, bakiga. Ha, jonivor. Buni chiroyli qilib sutini ko'ramiz akalar. Sut berishlarni bitta ko'rsatib, chiroyli qilib. Ha, tishlarni bitta ko'rsataylik. Birinchi o'rinda tishi esdan chiqib qolibdi. Xolisilla 6 kurak aka. 8-layinda mana nish uryapti. Bo'ldi. 3-bolasi. Omali 8-kuraklar kichkina ekan, ko'rdim o'zim. Xo'p. Ikkinchi qorin. Qanisi? 4 kurak. Yonida kichkinalarni ko'rsatib qo'ying. Mana aka. Mana yonida turibdi, kichkina shishcha. 4 kurak. Ikkinchi bola. Buzoq tishlari u. Xo'p, ikkinchi qoringa. Bakiga ham yetib olib beraman. Bolasini yeching, tez. Voy jonivorni bolasiga ham yetib olib bering. Baklariga yetib olib bering. Orqa ketlari ham bor, tekkiz ekan. Omolladi Shohjahon, didizga malades uka. Qirolichalar chiqadi aka. Qirolichalar ham de kalla holatlariga yetib olib bering. Kalla holatlari. Qani. Mana shu joylarga akalar lakni bosib, videoga patlisa qilinglar, boshqa videolarga. Ha, jonivor, joning sog' bo'lsin. Lakni bosib qo'llab-quvvatlab tursa, bundan ham zo'rlanib chiqarib beraveramiz aka. Lakni bosib tursa, Shohjahon, buni qarang aka. Mol rasmini siz berib topib keling. Aytgan moldan topib berasiz. Xo'p, buni Shohjahon necha sutga beramiz aka? Misol hojaga hozir bu berib turgani 12 litr. 12 litr. Qana 12 litr. Aha. 15 ta 16 ta deyish kerak-ku. Xo'p. 10 litr yo'laversin. Uyiga borib oshib soqsin mashina. Narxchi. Narxini keling aka. Qani bismillah. Zo'r qilib. 40 million desam ham ko'taradi men. 36 million kami bor. Men bitta so'rayman. Endi so'raman. Endi so'raman. U so'ramaydigan qilib aytdi. Dastlabkasi. Dastlabkasini Toshkentgacha. Toshkentgacha, vodiy bo'ylab bas, Toshkentgacha bo'ldi-ku. 36 million so'm kami bor. Aka, mol arzimasa aytishaveradi. Yo'q, qoziqlariga yetib olib bering aka, buni qoziqlariga, buni qarang. Joni sog' bo'ling. Beramiz. Maza qilolmasa hisoblasin aka. Akalar, omali aytyapman-ku. Hozir mana 25 kunlik bo'ldi hoji aka. Xo'p, 25 kunlik bo'ldi. 25 kunlik bo'ldi. Ya'ni 10 kundan keyin mol talab bo'ladi. Yana qo'yib qo'ysan, ha. Mol любой mahal men o'zim xaridorman. Bo'g'ozib qolsa, любой mahal sotaman, o'zim xaridorman. Qarang, jonivorni. Xo'p, akalar tavsiya qilaman. 3 ta tiniq sut berib turibdi. 36 million so'm kam bor bo'ldi. Akalar, mana molga yetib olib bering. Atrofga videolarga solishtiring. Qimmat aytgan bo'lsa yozing, arzon aytgan bo'lsa ham yozing kommentariyaga. Tirs-tirsat yozib o'ting. Yo'q. Men uchun zo'r, narxlar zo'r. Shohjahon o'shaning uchun uka aka o'tgan safargi videodan zo'r qilib beraman, yana mollarni narxlarni bomba qilaman deb yugurib keldim uka. Udurganmiz, udurganimizga yarasha foyda qilsa bo'ldi hoji aka. Bo'ldi uka. Shohjahon bo'g'ozligida oladi. Hali puli arzonligida oladi-da, endi 5 ta oylikligida. Tuqadi, yengil sotadi. Bunda bo'g'ozlar ham bor aka, kelishaveramiz aka, ag'iga. Mol serob, ha? Tugab qolmaydi. Bo'ldi. Xohlasa yo'lida qilib beramiz aka. Bo'ldi uka. Maza qilishadi. Malades. Mol yetib olib bering. Endi bular chiroyli qilib sog'ib ko'rsatamiz. Shu bir dona bo'g'ozimiz ham qoldi. Mashina o'tkazsin. Narxlar nima deyapti? Mollar nima deyapti akalar? Lak bosib o'tkazinglar mana shu joylariga akalar. Lakni bosib
kanalga obuna bo'linglar akalar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar ham bundan tashqari yana videolarimizda Shohjahon zo'rlarni olib kelaman, xudo xolasa aka, deyapti. Sizlar siz obunachilaringizdan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi, deyapti. Mana qarang. Aka? Oka. Hali puli bitta sigirga yetmaydiganlar bor-ku. O'zi tug'dirib olsa puliga pul qo'shadi. Ha, puliga pul qo'shadigan onda. Orada bitta qo'yib ber ekansa, o'zi sigirlar orasiga. Hamma bor-ku aka. Ikkinchi bolasi aka. Ha. Qani, shuni ko'rsatamiz. Mana aka 8 kura. Bo'ldi, 8 kura. Xo'p. Shuncha bolasi. Kechavering. Akalar, aytib yurmaysizlar. Oshing halol bo'lsa ko'chada yeydiganlar uchun mashinani o'tishini qarang. Qani ketdik. So'skalarni bitta ko'rsating. Originalligiga yetib oldik, so'skalarni. Voy jonivor. Mana bu yaqinligi buni aniq ekan. Necha kunda tug'adi bu Shohjahon? Aka 15 kunda baholasa bolalar. 15 kunda yoniga tushadi. Tishlarni ko'rsatib o'tdik. Buni bo'ylari 1.20-25 plus minus akalar. Jonivor, ammo kalla holatlari hamma yo'g'i yaxshi. So'zkalarning oralariga yetib olib bering buni. Katta kichikligiga mumkin. Tug'dirib olib, maza qilib sigir qilib sog' ichaman deb yo'llar beraman. Xo'p, buni olgan, Shohjahon qarab turing uka. Buni olgandan keyin bo'g'ozligida oldi, tug'diradi vaqti, mana 10 kun, 15 kun tug'dirgandan keyin shu bunga puliga pul qo'shish kerak. Deb sotaman degan taqdirda ham chamalasa, atrofga chamalasa, ha mana 2 million, 3 million yutibman desana, Shohjahon. Xohlasa aka, olishib aka foydasiga sotishgan yo sotgan mollarim aka. O'zim aytdim, o'ziga telefon qildim, hoji aka mana shunday bo'lyapti. Bering dedi. Ha, kechagi videoda. Bo'ldi aka. Xo'p. Arzon qilib chiqarib beraman aka. Bo'ldi, arzon qilib ayting buni ham aka. Buni obunachilar bor. O'zlari tug'dirib oladi yana. Qani bismillah. O'zi gapiravering. Ya Shohjahon jon uka, men xijolat qilmang. O'zi yopishtirib ayting uka. Yopishtirib aytayapman aka 25,5 million ekan. 25. Keling. Bo'ldi? 25. Bor aka. 25 million so'm kami bor akalar. Bolasi olib tushib qolsa bermaydi. Bermaydi. Aytayapman-ku, buni olgandan keyin men maqtaganimiz bilan siz bilanman. Ha. Tushunadigan tushunib bo'ladi. Molni tutayini ko'rib, ha, mol original bor, mana tavsiya qilaman. Tutaylariga yetib olbering, bu 20 aka. Mo'z tug'ib qolsa 30 ga chiqadi-da, yo'q, hoji aka. 30 millionga bermay to'ppa-to'g'ri. Atrofga solishtirib ko'ringlar buni. Jonivorlar. 25 million so'm kam bor. Ammo narxlar duolasa arzon, atrofga solishtirib ko'ringlar. Narxlar bomba. Shohjahon trendda. Pulimizga sotmaymiz hoji aka. Kami bor. Ya, mashincha deyapti, deb hali anaqa qilishmasin. Telefon qilishaversin, kelishamiz hoji aka. Bo'ldi, aytilgan narx muhim emas-a? Yo'q, umuman muhim emas aka. Mashhur odami bo'lsa aka, kelishaveramiz. Misol 3 millionmi, 4 millionmi zakalatini berib 3-4 kunda bo'ladi pulim desa ham aka, molni pul beradi, mol turib turaveradi aka. Ham sotaveramiz. Mashhur odam bo'lsa puldan olib sinab ham ko'rib olamiz. O'zimiz Qo'shtepan odam bo'lsa, dem bo'lib, adresimiz tayin aka, bu mol kecha bugun kelgan yo'q aka. Masalan, berib o'qiyotgan mollarimiz aka. Uyga kelsa, uyingizni ham ko'radimi, ko'ngli xotirjam bo'lardi. Xolasiz keling, xolasiz zakalat tashab qo'yib, olib ketaversin aka. Olib keting. Hammasi kelib ko'rib olyapti aka. Bo'ldi aka. Sog'ib ko'rsatib beramiz aka. Xudo xolasa, bo'ldi. Xo'p, endi buni birinchisidan sig'oshni boshlaymiz Shohjahon endi. Mana shundan sog'ib, chiroyli qilib ko'rsataylik, go'zaldan. Bo'ldi aka. Xo'p, birinchi sigirimizni idirish boshlandi. Mana qarang, bolasiga ham yetib olsang, bolasiga. Ko'rsating, hali ichga yuzobas aka. Bo'ldi. Sog'lom yetib. So'ljayib turgan yo'qda, jonivor. Bo'ldi, hammasini yediring. Hammasini yesin. Uni tayyor et. Hadi sağ olun. Kelam oturuşu yetib olsang. Shohjahon, nima deyapti aka? Mahjolarga bitta like bosib, akalar. Kunida qayman qatiq deb ko'rsatadi aka. Stolcham qo'yib olib, sog'arganda. Ha, jonivor, men qarang. Oturishlariga yetib olgan. Tamam, malades. Maza qilishadi aka. Maza qiladi, men qarang. Oturishlariga yetib olgan. Bo'ldi, Shohjahon siz sog'oring aka. Mana shu yerda.
o'ziga bildirmay olib turibman. Sho'jaxon o'zi to'ldirdimi ekan? Turibdi hozir aka. Jonivar qani. Bo'ldi, olayman aka. Bitta sog'ib beraylik. Qani. Tugamaydi. Tugamaydi. Bor. Vo'vo, Sho'jaxon bo'ldi ekan. Qani. Maza qilishadi aka. Qani, Sho'jaxon, maza desa uka. Qani. Ko'piga yetib olding, ko'piga. Voy. Qani, mashalloh deb qo'ydilar akalar. Jonivar. Yangi yilga to'rt qilishaveradi. Bo'ldi akalar. Yana suti bor hali buni. Hali mashina serqatni o'tyapti o'shaning uchun aka. Bo'ldi, yengilini ko'rsataylik. Bo'ldi. Bir paqir o'zi sog'ib oldik, hali suti turibdi akalar buni. Jonivar. Navbat keyingisiga. Qani. Mana qo'zg'alariga yetib oldik, qo'zg'alariga. Bo'ldi, hammasini yesin. Bira bo'ldi, nozaga Bo'ldi, ha, sog'ib, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Jonivormi qani. Shuni qarang o'ziga. Shuni qarang jonivar. Shuni ham topmaydi aka. Bo'ldi, xotirjamlikga yetib oldi. Xotirjamlikga yetib oldi. Soqsiz maza qilyapti. Sog'oring-ku, men shu yerda olib turaman dedi. Qarang, molda. Kelar, moling bo'lsa, shuna bo'lsin. Turishiga yetib olganing. Qo'zoqlarni ham qarang. Qo'zoqlarni qo'lga o'rnashar ekan-a? Ha, maza qilishadi aka, qarang. Ha, ana. Ashaqni otib so'ring, narqa chap qo'lingizda. Degan oldidagilar tugadi, orqaga o'tdi aka. Orqaga o'tdi. Bo'ldi, jon sog'oring. Gram bo'lib qaynayapti. Kichkina emasdan, qarang. Buloq bo'lib qaynayapti, baqirdi. Mana bu. Sho'jaxon, mashinalar ko'p o'tyapti. Shuni maqtib o'raylik. Bir tomoni qoldi shekilli, har tomoni. Bo'ldi uka. Naridan ko'rsatingmi? Yana qoldi bitta. Ha, bo'ldi. Bolasiga qoldi. Bolasi. Maylimi? Mana aka. Bo'ldi. Mana to'xtatsan 8. Aka ikkinchi mol ustida. Ikkinchi mol ustida, qani. Voh, jonivar. Akalar, hop, endi Sho'jaxonni bag'iga Sho'jaxon bilan gaplashib, aka qaysi mol yoqqan bo'lsa, ma'lumotni endi Sho'jaxonni o'zlaridan olasiz. Xudo xolasa qaysi biri bo'lsa, xolasanang buni oling, buni olib tug'dirib oling. Qaysi biri bo'lsa tavsiya qilamiz. Mollar yuvoshligi, sog'lomligi hamma yo'g'i zo'r ekan. 2% bas, 2%. 2% garant. Hop, telefon nomeringizni ayting Sho'jaxon. Telefon nomerimiz 94 863 0117 aka. 0117. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Telefon qiling, bu yerda ishlaysiz bitadi aka. Hammaga rahmat akalar. Qolgan ma'lumot Sho'jaxon bilan. Telefon qilasizlar, bitadi aka. Bo'ldi.